Assalamu alaikum hurmatli obunachilar. Bugungi joyimiz Gullenskiy 2-qavatda 2 xonali Yevrotandadan chiqqan kvartira ko'rib chiqamiz. Yalnız hojatxona sanuzul. Kafeldan chiqib mazza bo'lib turibdi. Vanna tualetlari toza. Esa kuxni. Hurmatli obunachilar, kachollari duh-konturli kachol. Jaluzilar asilgan, aynalari akva. Yerimizde kuxunli mebel, gaz plita hammasi qoladi, ishlatilmagan toza. Yanımızda prikosga ko'rsak bo'ladi, yanımıza kiraverishda. O'ng qo'limizda zal. Zalga kiraverishimiz o'sray, lustralar asilib turibdi. Потолок natijnoy. Yanımız kengaytirilgan. Yanımız ise spalni. Spalnimiz hem mebellere qoladi, trimosi, shkafi, kati. Katalog natijnoy. Oboylarimiz zamonaviy oboy. Aynalarimiz plastik, jaluzilar taqilgan, hurmatli obunachilar.